Baş u. Yalğız u. Ayaq u. Ulanma u. Endi siz u harfining so'zlardagi o'rni bilan tanishib chiqing. Daraxtda uva, uvda qağa, ısıl o'ynayman quruq laylayga. Sunun akam do'mboq o'rgatdi, do'mboqni chalsam yerilib ketdi. Buğa, mingizingni ber, bermayman, etib-etdiman, qechib ketdiman. Mas'ud ho'ylida o'tin yaridi, ishi tegisa toyg'i baridi. Ne'ga uni qo'ysak, nu bo'ladi. Ne, u, nu. Nu. Te'ga uni qo'ysak, tu bo'ladi. Te, u, tu. Tu. Se'ga uni qo'ysak, su bo'ladi. Se, u, su. Su. Ze'ga uni qo'ysak, zu bo'ladi. Ze, u, zu. Zu. U, ne, un. Un. Te, u, tu, ze, tuz. Tuz. Turga nani qo'ysak, turna bo'ladi. Te, u, tu, re, tur. Ne, ana, turna. Oga tunni qo'ysak, o'tun bo'ladi. O, te, u, tu, ne, tun. O'tun, o'tun. Se, u, zu. Ne, u, nu, ne, nun. Zu, nun. Se, u, su. U, se, us. Us. Zunun, su, us. Dam olish kunida. Ay Tursunay, bu yoqqa chiqa. Usul mashq qilayli. Hozirgacha o'rnidan turmag'inini qarasin ya. Agar chiqmasang mashq qilaverman juma. Odam najabni teriktirdi. Deganda do'mboq chalib odamning beshini og'ritib nima qildigan bu? Qarab baqaychi. Hay, Mas'ud, sarang bo'ldingmi? Nimaga deganda to'xtamay do'mboq chalasan? Tunugin billa usul mashq qilamiz deyishgan emasmi? Unutib qoldingmi? Kechirgin, unutib qoptiman. Saqlab tur, hozirla chiqaman. Bir kecha o'tmayli unutib ketganing nimasi? Undaqda saqlab turay, chapsan bo'l. Tursunay, o'zidan bo'yig'i berib, birdan o'ynab kelaylimi? Qara avtornilarga nima degan ratib kuchiyotgani? Bu yayloq nima degan go'zal. Mas'ud qarg'ana, av bo'g'larning mingizi nima degan uzun, daraxt shig'iga o'xshaydi ekan. Yura, avtorlarga berib qarab boqayli. Av kimning uyi? Umi, do'stim Zununning uyi. Hay, bu yerda torna nima degan ko'p? Ay, bu bek yiroq ekan, erib ketdim. Qarg'ana Tursunay, Zunun u yerda suv sepdi. Yaxshimisan Zunun odosh? Sizlarmidinglar? Sizlar bu yerga qanday xo'p kelib qoldinglar? Sen bilan ko'rishgili, yura Zunun, birga o'ynab kelayli. Yo'q, men opamga suv akirib bermasam bo'lmaydi. Hay, qaranglar, av daraxtning ustiga, o nimaning o'zi?
u yerdan bir qush uchib ketyapti. To'xtanglar, men daraxt ustiga chiqib qarab boqay. Bu ularning tuxumi ekan. Hey, Mas'ud, uningga chiqilma. Qushlarni asrash bizning burchimiz. Biz ularning normal ko'payishiga to'sqinlik qilsak bo'lmaydi. Tuxumni o'rniga qo'yib chapsan tushgan.